Endi Telegram bot yaratish uchun siz kodingni bilishingiz shart emas, chunki sun'iy intellekt yordamida siz Telegram botni 15 daqiqada yarata olasiz. Bu videoda men N8N orqali aqlli Telegram tarjimon botini yarataman. Ya'ni siz bemalol rasm yoki tekst yordamida bemalol tarjimasini topib olishingiz yoki grammatik xatolarni ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Siz esa like va podpiska tugmasini bosib qo'ying, men esa Telegram botni yaratishni boshladim. Xo'p, birinchi navbatda siz AI automation yaratayotganda yoki bot yaratayotganda birinchi navbatda siz plan tuzib olishingiz kerak. Men esa bu yerda hozir vizualniy plan tuzganman. Bizda birinchi Telegram executionda, ya'ni trigger bo'ladi. Telegram triggeridan сообщение keladi, ya'ni xabar keladi. Bu esa AI agentimizga boradi, ya'ni sun'iy intellektimizga. U o'zini miyasini ishlatib, ya'ni LLM ni ishlatib va xotirasi yordamida, ya'ni eski past conversationga qaraydi va o'shani yordamida tarjima qilib bizga Telegramda yana xabar jo'natadi. Lekin bu oddiy sxema bo'lib, ya'ni masalan, agar xuddi shunaqa qilmoqchi bo'lsangiz, bu faqat сообщениеga ishlaydi, ya'ni faqat tekst formatda ishlaydi. Ya'ni agar rasmsiz jo'natsangiz, bu yerga agentimiz uni o'qiy olmasdan qolishi mumkin. Shuning uchun biz bu yerga yana nima qilsak bo'ladi? Birinchi navbatda biz bu yerga buni uzunlashtiramizda va o'zi Telegramdan keladigan xabar ikki xil type'da bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz mana bu yerda yana bitta switch node qo'shamiz. Xo'p, switch node bu nima? Ya'ni agar bizani Telegramimiz xabar shaklida, ya'ni tekst shaklida keladigan bo'lsa, u отдельно keladi. Ya'ni u agar masalan bu tekst shaklida keladigan bo'lsa, bu to'g'ridan-to'g'ri bizani AI agentimizga boradi. Lekin u agar rasm bo'lsa, biz yana bu yerda yana bitta node qo'shamiz. Bu ham Telegram bo'ladi. Telegram file bo'ladi. Agar rasm shaklida keladigan bo'lsa, u biza rasmni biz o'zimizga birinchi download qilib olishimiz kerak, ya'ni o'zimizga yuklab olishimiz kerak. Mana bu Telegram file deb yozganim, buni uni download qiladi, ya'ni yuklab oladi. Keyin esa uni biz analiz qilishimiz kerak, ya'ni u imageda nima deb yozilganini. Shuning uchun bu yerda yana bitta LLM qo'shamiz. Ya'ni sun'iy intellekt uni analiz qiladi va analiz qilib uni tekst formatida qilib, yana bizning AI agentimizga feed qiladi, ya'ni beradi. Bu yerda biz switch node qo'shamiz. Xo'p, meni planim xuddi shunaqa. Endi plan tuzib bo'lgandan keyin esa biz yana o'zimizning workflowimizga qaytamiz. Xo'p, bu yerda endi biz boshlaymiz. Birinchi navbatda biz Telegram node qo'shishimiz kerak. Xo'p, bu yerda biz triggerimizdan on message ni tanlaymiz. Ya'ni har bitta сообщение kelganda. Xo'p, keyin esa biz nima qilamiz? Bu yerdan bizga credential so'rayapti. Ya'ni biz Telegram bot birinchi yaratishimiz kerak. Telegram botda biz mana bu yerdan create new credential desa bizdan access token so'raydi. Telegram bot siz qanaqa qilib yaratasiz? Uning uchun biz Telegramga borib, mana bu bot fuzzer degan botga o'tib olamiz va bu yerga o'tganimizdan keyin biz bu yerdan new bot qilib yangi bot yaratishimiz mumkin. Biz buni tarjimon bot deb aytamiz, ya'ni chunki qanaqa nom bermoqchisan botingga deyapti. Mana yaratib oldim. Mana congratulations you'll find it deb yozyapti. Mana bizga anaqa berdi. Bizning tokenimiz berdi. Mana bu bizning tokenimiz. Buni siz hech qayerga ko'rsatmasligingiz kerak, hech qayerga bermasligingiz kerak, chunki bu token agar kimdir olib qo'ysa, sizning botingizda foydalanish mumkin. Men bu tokenni sizlarga ko'rsatyapman, chunki bu botni men o'zim ishlatmayman. Buni copy qilasiz, copy qilib, mana bu yerdan create new credential ni bosib, o'zimizning tokenimizni joylaymiz va save qilamiz. Save qilgandan keyin mana credential successfully created inside your personal space deb chiqdi. Значит, bu bizani Telegram akkauntimizni yaratdi. Endi keling biz Telegram o'sha tarjimon botda bitta task ko'ramiz. Hi deb yozaman masalan. Va bu bizani buni yuritganimizda mana bu nima deyapti? Значит, ishlamayapti. Bad request deyapti. Nimagadir, ya'ni bizani сообщениemiz kelmadi. Endi boya ishlamaganning sababi bu biz chunki local hostda ishlatamiz. Bunda cloud yo'q. Shuning uchun bu hech qanaqa request qila olmaydi. Shuning uchun siz agar Telegramda request qilib tekshirib ko'rmoqchi bo'lsangiz, siz buni o'zini cloud orqali, VPS orqali yoki mana bunaqa o'zini platforma NTN o'zini saytidan qilishingiz kerak. Masalan, men hi deb yozdim va bu masalan hi degan messajim, masalan Xondemir deb meni usernamelarim va meni message ID'imni va hamma narsani beryapti. Mana text hi. Xo'p, endi bu bizga berdi. Endi biz nima qilamiz? Biz esa buni switch node qo'shishimiz kerak. Boyagi planga o'xshab. Masalan, bizning planimizda keyingi switch node edi. Switch node ni qo'shish uchun biz switch deb yozamiz.
va bu yerda mana bunaqa switch degan nod chiqadi. Endi esa bu yerga biz nima qilamiz? Text formati bo'ladi. Biz mana bu tekstni olib bu yerga joylaymiz. Va execute qilib ko'rsak, bizga output bittasi hi deb, ya'ni text formatda keladi. Keyingi faylimiz esa bu ya'ni rasm formatda keladi. Keling rasm formatda ham bitta test qilib yuborib ko'ramiz. Masalan, men foto tanlayman o'zimdan. Mana men foto tanladim. Send qilaman. Send qilganimdan keyin buni yana execute qilib ko'raman va execute qilganimdan keyin bu bizga yangi message kelishi kerak. Keling cache ni o'chirib yuboramiz va yana qaytadan shu rasmni yuborib ko'ramiz. Va bu mana ko'rishingiz mumkin, bizga file ID berdi. Mana foto deb yozyapti va file ID berdi. Bizga esa mana shu file ID ni o'zi kerak. Endi bu yerda biza ikkinchi value'imizga fotoni file ID sini yozishimiz kerak. Tak, mana bu file ID, buni biz mana bu yerda joylaymiz va is equal to emas, exist qilamiz. Buni exist qilamiz. Va execute qilamiz. Bo'ldi. Endi bizga nima bo'lyapti? Birinchisidan rasmni fayli kelyapti, ikkinchisidan esa text formati kelyapti. Biz esa text formatdan kelayotganini AI agentga o'ylaymiz. Bu yerda biz define below qilamiz va define below qilib xo'p. Keyin esa bu yerda biz AI agentimizni tanladik. Endi esa biz o'shanga, ya'ni men bu yerda kelayotgan faylni biz birinchi navbatda sketch qilib olishimiz kerak. Uning uchun biz yana qaytadan node ochib, bu yerda biz Telegram tanlab get faylni bosamiz. Ya'ni file actionsda get file bor, bu bizning faylimizni sketch qilib oladi. Get faylni tanlab, bu yerdan biz file IDni, boyagi file IDmizni ham beramiz. Mana execute qilib ko'rdik va bu bizning sketch qilib oldi faylimizni. Endi esa xuddi shu faylni biz analiz qilib olishimiz kerak. Ya'ni sun'iy intellekt orqali mana bizda bu yerda faylimizni ham biz sketch qildik. Endi LLM orqali, ya'ni sun'iy intellekt orqali biz o'shani analiz qilib olishimiz kerak. Uning uchun biz yana node qo'shamiz va bu yerdan biz OpenAI deb izlaymiz va OpenAI dan shu yerda mana analyze image, ya'ni bizning imijimizni, rasmimizni analiz qiladi. Ya'ni qanaqa tekst bo'lsa, o'sha tekstni rewrite qiladi, qaytadan yozadi. Xo'p, uni tanlaymiz. Bu yerdan biz prompt beramiz. Oddiy prompt bersak, masalan, write all the text from the image. From the image deymiz. Ya'ni hech qanaqa narsa qo'shmaslik uchun don't add anything to the text. Xuddi shunaqa prompt beramiz va bu yerdan biz bu yerdan model tanlashimiz kerak. Lekin hali biz model credential'laganmiz yo'q. Uni ham bo'lib hozir ko'rsataman. Keyin esa bu yerdan yana bitta narsa qoldi. Bu bizani mana bu yerda define below qilganimizda bizga ikki xil prompt keladi. Mana bu yerdan userdan biz o'sha promptlarni berishimiz kerak. Shuning uchun biz mana bu imagedan, ya'ni analyze imagedan chiqayotgan narsa mana bu yerda ko'rsatganda bu yana qaytadan AI agentga ulanishi kerak. Shuning uchun buni qaytadan nodimizni AI agentga ulab qo'yamiz. Xo'p, endi keling bu yerga biz yana nimani qilamiz? Bu yerda biz AI agentimizga xotira va LLM berishimiz kerak. Xotira va LLM berish uchun siz mana bu yerdan chat model tanlaysiz. Bu LLM berish. Mana bu yerda OpenAI ni tanlayman. Xotira berish esa memory ni bossangiz bu xotira beradi. Simple memory dan bu yerdan xotira bersangiz bo'ladi. Lekin men o'ylaymanki, hozircha bizga xotira kerak emas. Agar siz kelajakda shu tarjimon botingiz eski soобщениyalarni o'qib javob berishni xohlasangiz xotira qo'shishingiz mumkin. Lekin men bu yerda hozir xotira qo'shmayman, chunki chalkashib ketishi mumkin. Shuning uchun xotira hozircha qo'shmaymiz va endi bitta qiladigan ishimiz bu bizning AI agentlarimizni, ya'ni sun'iy intellektimizni olib chiqish. Uning uchun biz credential yaratishimiz kerak. Credential yaratish uchun esa siz OpenAI ni o'zini API keyin yaratib, undan credentialni olib paste qilasiz. Mana men credential o'zimga API key yaratib oldim va uni men paste qilaman va save qilaman. Men o'tgan videomda ko'rsatgandim, qanaqa qilib API OpenAI dan API key yaratib, undan credentiallarni olib save qilishdi. Shuning uchun yana qaytadan ko'rsatib o'tirmadim. Va mana save qilganingizdan keyin siz o'zingizga most GPT modelini tanlasangiz bo'ladi. Men bu yerdan GPT-4 mini ni tanlayman. Chunki eng oddiysi shu va bu yerdan ham 4.1 mini mayli, 4.1 mini tursin.
Yaxshi. Endi esa biz nima qilishimiz kerak? Endi esa bizning AI agentimizga mana bu yerga system prompt berishimiz kerak. Ya'ni system prompt bu uni qo'llanmasi. Men o'zim qo'llanma yozib qo'ygandim. O'shani o'zim paste qilib olaman. Hop, mana men o'zimni system promptimni joylab oldim. Bu system prompt siz meni Telegram kanalimdan olishingiz mumkin. Va promptni joylagandan so'ng bizga eng oxirgi qolgan ishimiz bu prompt user message berish. Prompt user message ga biz nima beramiz? Biz bu mana bundan kelayotgan xabar, hozir bu yerda nimagadir xatolik deyapti. Nimagaki? Agar sizda qanaqadir xatolik chiqib qolsa, siz uni bilmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerdan ask modda so'rasangiz, u o'sha qanaqa xatoligini tushuntirib beradi. Menimcha bu bizga mana bu yerda image URL emas, binary file bo'lishi kerak, adashmasam. Qani? Da, mana bu yerda binary file bo'lishi kerak, chunki biz binary file olib kelamiz. Mana bu yerda mana bu faylning o'zi binary file deyiladi. Shuning uchun mana bu yerdan ham siz input type'ga binary qilishingiz kerak. Lekin bu bizga hozir not assist deb nimadirlar deyapti, chunki biz hozir yaxshiroq prompt bermadik. Siz buni promptni yaxshiroq qilishingiz kerak. Va hozir men eng kerakli narsasini aytib o'taman. O'sha chiqayotgan xabarni, masalan, analyze image dan kelgan xabarni inputini bu yerga esa siz o'sha analyze image dan kelayotgan tekstni joylaysiz va switch dan kelayotgan tekstni ham joylaysiz, ikkalasini joylaysiz. Bu yerda yozasiz, bu tekstdan deb yozishingiz shart emas, prosta ikkalasini joylasangiz buni o'zi topib oladi. Qaysi biri yashil bo'lib kelsa, o'shani o'zi ishlatib oladi. Va oxirgi qiladigan ishingiz bu yerdan, ya'ni bizga send message qilish. Uning uchun esa biz yana Telegram ochib, bu yerdan biza send message ni tanlashimiz kerak. Mana send text message, ya'ni send text message ni tanlaysiz va bu yerga bizni chat ID va text ID ni so'rayapti. Chat ID ni siz qayerdan olasiz? Chat ID ni siz bizani o'zimizni Telegramimizdan olishingiz kerak. Telegram triggerimizdan bu yerda chat ID pastda bo'ladi. Mana ID'miz. Mana ID, mana bu chat ID, mana chat turibdi. O'sha chat ID ni olib bu yerga joylaysiz va bu yerga qanaqa text jo'natishi, bu text mana bu anaqadan AI agentdan keladigan tekst. O'shani joylaysiz va o'shani joylashgandan keyin execute qilsangiz, sizning Telegramda xabaringiz sizga keladi va xuddi shu orqali siz o'zingizga Telegramda AI tarjimon bot yaratishingiz mumkin. Agar sizga bu video yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.